Yurakni o'zi yiqildirdik, hammasi normada, muammo yo'q. Qon bosimidan ham aziyat chekmagansiz, lekin yurganda, zinalardan chiqqanda hansirash, havo yetmaslik hissi bor. Ushbu bemorimizda ortiqcha tana vazni, semizlik mavjud. Semizlikda qorin bo'shlig'ida, ichki a'zolar atrofida to'planadigan yog' oddiy organizm uchun zaxira emas. Ushbu yog'lar qonga doimiy ravishda yallig'lanishni kuchaytiradigan moddalar chiqarib boradi. Bu moddalar yurakni mushaklariga ham ta'sir etib, uni elastikligini kamaytiradi va yurakni mushaklarini qattiqlashtiradi. Natijada yurganda, jismoniy yuklamalar ortganda yoki zinadan chiqqanda hansirash, havo yetishmaslik hissi paydo bo'ladi. Muntazam yurish, mushak guruhlariga mo'ljallangan mashqlar orqali yog' to'qimasini ichkaridan sog'lomlashtirish mumkin. Harakatsiz faqat dieta bilan esa vaqtinchalik samaraga erishish mumkin. Shuningdek, nafas siqishi faqat yurak kasalliklarida emas, balki boshqa kasalliklar, kamqonlik, qalqonsimon bez kasalliklari, bronxial astma, kuchli xavotirdan ham paydo bo'lishi mumkin. Agar sizda nafas siqishi kuzatiladigan bo'lsa, o'zingizga internetda o'qigan maqolalar asosida mustaqil tashxis qo'ymang. Albatta shifokoringiz bilan maslahatlashing va ko'rikdan o'ting.